Biz ChatGPT ga savol berdik. Shuruplarni atyorkadan boshqa yana nima bilan qotirsa bo'ladi deb, u 5 ta tavsiya berdi. Bergan tavsiyalarini sizlar bilan hozir birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchisi pichoq. Oddiy pichoq emas, oshxona pichog'i. Hozir bu bilan qani qotirib ko'ramiz. Pichoq bilan qotirsa bo'lar ekan. Ikkinchisi tanga. Tanga bilan qotirib bo'lmas ekan. Uchinchisi kalit. Hozir kalit bilan qotirib ko'ramiz. Kalit bilan ham qotirsa bo'lmas ekan. To'rtinchisi qaychi. Qaychi bilan ham qotirsa bo'lar ekan. ChatGPT bergan 4 ta tavsiyani hozir sizlar bilan qilib ko'rdik. Bundan ikkitasi foyda berdi, ikkitasi foyda bermadi. 5-inchisi qoldi. Oxirgisi va eng to'g'ri yechim bu tex shurpayo'rtlari. Shuruplarni o'zi shurpayo'rt bilan qotirish kerak. Hozir sizlar bilan ishlashini ko'ramiz. Siz shuruplarni nimada qotirasiz? Kommentariyada yozib qoldiring.